foydali qazilmalarni boyitish usullari. Flotatsion boyitish, gravitatsion boyitish, magnitli usulda boyitish, elektr tokida boyitish, maxsus kimyoviy usulda boyitish hamda oxirgisi radiometrik boyitish. Bu barcha foydali qazilmalarni butun dunyoda foydalanadigan usullari boyitishdir. Flotatsion boyitishdagi flotatsiya so'zi o'zi qanday kelib chiqqan? Flotatsiya so'zi lotin tilidan olingan, flotare degan so'zdan olingan bo'lib, suv yuzida suzmoq, qalqib turmoq degan ma'noni bildiradi. O'zi aslida bu so'z oltin gugurtning suvda ho'llanmaslik xossasidan kelib chiqqan. Ya'ni oltin gugurt moddasini suvga sepsalaringiz, u suvda ho'llanmaydi, suv yuzasiga chiqib qoladi. Mana shu flotatsion boyitish o'sha oltin gugurtni ho'llanmaslik xossasiga asoslangan suvda. Kerry Bradley Everson 1886-yilda ruda bilan moyni aralashtirib suvga tashlab, foydali qazilmalarni boyitish usuli bo'yicha patent olgan birinchi olim flotatsiya jarayonini rivojlanishni dastlabki qadamini qo'ygan. Flotatsiya jarayoniga ta'rif. Hozirgi kunda flotatsiya jarayoniga quyidagicha ta'rif beriladi. Foydali qazilmalar yuzasini fizik kimyoviy xossalarini farqiga asoslangan boyitish usuli hisoblanadi. Ya'ni suvda ho'llanish gidrofil hamda suvda ho'llanmaslik gidrofob xossasiga asoslangan. Misol qilib oladigan bo'lsak, rudalar 3 xil: oksidli rudalar, sof rudalar, sulfidli rudalar. Oksidli rudalar agar biz flotatsion usulda boyitadigan bo'lsak, tarkibida oltin gugurt yo'q. O'shaning uchun har qanday reagent qo'shsak ham bular hammasi flotatsiyada cho'kib ketadi. Sof rudalar, ya'ni hech qanday kimyoviy element birikma hosil qilmagan, bular suvda cho'kib ketadi. Sulfidli rudalarda esa metall oltin gugurt bilan birikma hosil qilganligi uchun suv yuzasiga qalqib chiqadi. Qanchalik og'ir, zichligi katta bo'lmasin, mana suvning yuzasida havo bilan suvning aralashmasi pufakchalarda yuzasiga ko'tarilib boyitma sifatida ajratib olinadi.